Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatuvchilar. Keyingi obyektimiz bu Gurlan Qoraqalpog'iston chegarasida. Ana o'sha obyektimizda Dorxan firmasini kalitkali seksion darvozasini o'rnatib beramiz. Yana bosh usta yaktı mı Muhtar aka? İşlerinize rahmet. Ko'ngildagidek bo'ldi. Yaxshi. Sizga bir rahmat bizlara ishonganingiz uchun, Muhtar aka. Bu darvozani 5 yildan beri arzu etib yurdim ha. Qurdiraman shunday deb. Arzuingizga yetdingiz. Xudo xolasa. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarda xizmat etsin. Sizlarga ham taqdirlaringiz yaxshi kunlarga. Rahmat aka.